bilmadik aka. Manisa ko'rsatish kerakmi hozir? Detskiy Manisa? Hammasiga ko'rsatyapman faqat. Hammasi qanchaga ko'rsatishmaydi uni? O'tkasiga o'tib ketdi. O'zgarish yo'q. Bundan boshqa. Birdan ochdimi? Harakat yo'q, oyog'ini bosmaydi. O'z qamasida. Pidaraz yetaylik ko'rish kerak-da, mana narsa. Shuni tug'dirguncha gap qilgan qo'pol bo'lsa. Erkak bizga yurimizda shak ko'rishga hamma. Ana bachcha qarash kerak-da. Yig'lamaysizmi bizlar? Odamlar o'ldirib qo'yapti. Ha, telefon bor. O'tkasiga o'tib ketganimiz. Sen nomer beraman, yozing. Ha, otimda ayting, detskiy boring. Shunda qabul qiladi. Telefon yo'q edi. Birdan oshdi, harakat faqat qarab tur. Yosh kelinchi, necha kirgansiz o'zi? 24 ga? Bo'ldi. Bo'ldi. Bilmadim buni. Bo'lmasa, qani telefon? Telefon yo'q edi. Bir nuqtadan bo'lsa, telefon bo'laman. Telefoningiz yo'qmi? Qanday sizni topamiz hozir? Ismingiz nima edi? Madina. Agar bo'lsa, alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishgamisiz? Detskiydami? Qarang, men sizga hozir bir kishi boradi-da, ko'rishib shuni o'g'ilchasi birdan o'tgan ekan, hech nimasi chustitasi yo'q, faqat qarab turar ekan. Gripp, oddiy grippdan nimadir bo'lganda. Boshida markaziy nerv sistemasi zararlangan. Telefonlari yo'q ekanda, bayaq o'zini telefoni yo'q. Shaxta olib borib doktorga ko'rsatib, nima nazarchinasi qildirib berishlaringiz kerak-da. Ha, uni? Hozir men sizga boshqa kishi chiqadi, opani qayerga desa jo'natadi, borib o'zi vrachga olib kirib, ko'rsatib, nima bo'lishidan qat'iy nazar menga aloqa qilib aytasiz. Tushundingiz? Rahmat sizga. Qarang. Detskiy Manisani gilavrach mana bu. Gilavrachi, hozir Manisa ekan. Detskiy Manisa hozir men yigitlarim shu bilan gaplashtirib, ikkalasini ko'rishtirasizlar. Kim bilan pul qarang, singlim. Bundayda to'g'ri, bu yoq ishxona ehson qilayotgan joy emas, tushundim. Chora topolmaganingizdan kelibsiz. Rahmat-kuda, lekin sizda ham akangiz bordir, ukangiz bordir, onangiz bordir, otangiz bordir. Eringiz tomon shunchalik bir ahmoq bo'lsa, bachcha bunday qilib ko'chaga ko'tarib chopmang. Birontadan yordam so'rang. O'zingiz ota, ona, aka, uka bordir. Aka-ukalarning o'zini Dardi bilan bo'lsa ham bu bachcha bir shamollashga qancha pul ketadi o'zi? Boshi nevrologga kasali borda. Nevrologga kasali borda. Qarang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bang. Turing, seni o'rningizdan turing. Har xil erkak bola qanchasiz? Bang, ishingizni solib qo'ying. Mashaqdagilarni ham bir duo qilib qo'yasiz. Hozir vrachga borasiz, vrachga aytdim. Nima nazarlanishingiz bo'lsa, shu bachchani yaxshi ketguncha o'zim qarayman, xo'p? Ismi nima edi buni? Muhammadjon. Balam. Ha, qarang. Muhammadjon. Boshlanib ketadi. Zo'r bola. Buni eshitdik, hammani Xudo asradi. Buni Xudo ikki marta asraydi. Eshitdingizmi? Muhammad degan o'g'il bor ekan. Sizlar baxtlari yo'q, prosta qanchadan katta olganda. Haydadan tutab kelib qoladi. Sizlar nima o'tgan, undan nima o'tgan bizga qarang. Siz ham balkim o'tiradigan ish qilgandirsiz. Sizlar tashlab ketgan bo'lsa. Balkim, gumon. Endi qarang, men sizni qolgan narsangiz menga qiziq emas, bachcha qiziq. Voy, nomer bilan gaplashsin, vrach bilan borib gaplashsin, ko'rsatsin, vrach o'zi menga chiqadi. Bachchani yotqiring, yotish kerak desa, davolating, Manisa pulini hech ham o'ylamang, tushundingizmi? Nima bo'lsa men o'zim ta'minlab beraman, yaxshi qilib oling buni. Lekin qarang, bu videoni ko'rib hozir ko'p kishi shunday kelish uchun qilmayapman. Bitta narsada, hammamiz erkakda farzandga qarash kerak-da. Mayli, xotindan ayib o'tsa, xotin yomon bo'lsa ham, odamzod farzandni pushti kamaridan bo'ldimi? Erkak hammamiz ishimiz bala uchun harakat qilish kerak-da. Bu bachchalar begunohda hozir qaro bo'lmasa, qishtima bo'lmasa,
Bu ayol bunday yig'lab yurishi, shalpillab, aqqa bachcha ko'tarib, buyoqqa bachcha ko'tarib, bu yaxshilikka yuk bo'lmaydi-da. Gunoh yomon, lekin mana buni gunohi juda yomon. Lekin senga gunoh yo'q, o'g'lim. Sen zo'r bo'lasan. Bo'ldi, Feruz, doktor bilan gaplashdi. Tushunay?